Peygamberimiz için Kendinden var mı? Kendinden var mı? Ya Resulallah. Kelindi Cebrail arshni supurgil, bunda mehmon bo'lgani Rasululloh keladur. Mazal basar ko'zlik, shams va suho yuzlik, barchadan shirin so'zlik Rasululloh keladur. Shamollarga borib aytgil, sayr etishim qo'ysin, beadoblik qilmasin Rasululloh keladur. Daryolarga ham aytgil, mavjurishim qo'ysin, oldida soqov tursin Rasululloh keladur. Rasululloh keladur, Rasululloh keladur, barchada shirin so'zlik Rasululloh keladur. Rasululloh keladur, Rasululloh keladur, barchada shirin so'zlik Rasululloh keladur. O bir makbule, o bir makbule. O bir makbule. Ufqul maqomiga borib yig'lab aytdi Jabroil, bundan o'tsam ya Rasul qanotlarim kuyadur. Ufqul maqomiga borib yig'lab aytdi Jabroil, bundan o'tsam ya Rasul qanotlarim kuyadur. Qiyomat kun bo'lganda yig'lar barcha banda, Rasululloh kelganda ummatlaring keladur. Rasululloh kelganda ummatlaring keladur. Teşekkür ederim Elnara. Allah razı olsun. Barlıklarınızı Kardeşim, kullanıp жатқан bir жандар. saat teşekkür ederiz. Böyle başka yazdığın böyle ilahiler var mı? Neşite mi diyorlar? Neşidim yok. Bir şey şu var. Peki başka bildiğin var mı? Başka? Başka yok.